Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun shunaqa chiroyli va mazali, og'izda erib ketadigan pesочный shirinlik tayyorlashni birgalikda o'rganamiz. Birinchi bo'lib quruq idishimizga unimizni solib, xona haroratidagi erib turgan saryog'imizni solib, kroshka qilib olamiz va qaymog'imizni solib, 3 ta tuxum sarig'ini solib, xamir qorib olamiz. Bu orada rasrahli tel va vanilin solish esimdan chiqib qolibdi, uni ham solib yubordim. Xamirimiz tayyor bo'lgach, uni yarim soatga tindirib qo'yamiz. To'liq retseptni video tagida yozib qoldirdim. Qaymoq o'rniga smetana yoki kefir ishlatsangiz ham bo'ladi. Xamirimizni tindirishga qo'ydik. Endi quruq idishimizga 3 ta tuxumni oqini solib, ustidan 2 kosa shakarni solib, qattiq bize holatiga kelguncha mikser qilamiz. Oppoq va qattiq massa bo'lguncha mikser qilinadi. Shu jarayonga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Bize suyuq bo'lsa, uni pechenye ichiga joylash qiyin bo'lib qoladi. Mana bizemizni konditer mushuk ichiga solib oldik. Xamirimizni kesib, yong'oq kattaligidagiday zuvalachalar tayyorlaymiz. Xamirimizni birin-ketin yoyib, ichiga bizemizdan solib, maydalangan yong'oq qo'shib, chig'anoq ko'rinishida tugib olamiz. Pechenyamiz juda ham mazali. Bu ayniqsa bolalar yeydigan pesочный juda ham shirin pechenye bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Juda ham kam xarj va tez tayyor bo'ladigan shirinliklardan biri. Mana shunaqa shaklda tugib oldik. Endi buni pergament solingan listimizga taxlab pishirib olamiz. 180 gradusda 30-35 daqiqada pishib chiqadi. Shunaqa chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Tilla rangga kirgach, pechdan olamiz. Chiroyli bo'lib shishib, tilla rang bo'lib pishib chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib bo'lib pishib chiqqan. Endi bunga sgushonie moloko surtib, bezab olamiz. Juda ham tez tayyor bo'ladigan shirinligimizdan bittasi. Juda ham kam xarj. Albatta tayyorlab ko'rishingizni maslahat qilaman. Buni yosh qizlarimiz ham bemalol tayyorlay oladi. Mana shirinligimiz ham tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat.